Zapchast do'kon egalari sizlarga bitta Damas tayinlab qo'ydik. Seiko brendi va Boskos brendidan Zapchast xarid qilasizlar, dillerga aylanasizlar, keyin bitta Damasni hadya qilamiz. Sharti oson, bir oy davomida 13 million so'mlik kalotka xarid qiladigan bo'lsanglar, 9 ta televizor, 9 ta plysos mukofoti bor. Bitta katta sovg'a Damas avtomobili. Voucherni 13 millionlikni bir oy davomida olishingiz kerak. Bir oy davomida, misol uchun men bilaman, Xorazmda bitta Zapchast do'konchi, dillerlar bor. 130 millionlik tovar ham olib qo'yishadi. Demak, mana bunaqadan 10 ta voucher beriladi, Damas sizniki bo'ladi. Agar bordi-yu, bir oy davomida 2 ga bo'lib olsangiz ham bo'ladi. Agar bordi-yu, bir oyda 26 million so'mlik tovar oladigan bo'lsangiz, voucherni ikkitasini qo'lga kiritgan bo'lasiz. Xullas, bitta sovg'a emas, ko'rib turganinglardek 18-19 ta sovg'a. Okey. Faqat do'konchilarni o'ylayapsizlar. Kuzatuvchilarni, ya'ni video ko'ruvchilarni ham o'ylashimiz kerak. Bo'ldi, tomoshabinlarga bitta zo'r sovg'a bor, qaranglar. Bitta televizor bitta plysos. Hikmatilla nima deysiz? Bo'ldi, okey. Bitta televizor hamda bitta plyosimizni kommentariy hamda laykdan aniqlab olamiz. Inshaalloh kommentda yozinglar, nima bo'lsa ham yozib tashlaylar, keyin layk bosib qo'yasizlar. Layk bilan kommentdan bitta inson tanlab olamiz. Ikkala insonning o'rtasida shunday bitta musobaqa qilib olamiz, televizorni, plyosni berib olamiz. Bu videoni Zapchast foydalanishingizga yuborib qo'yasizlar.